12 zubchilik men servisni alishtirish qiyin deganlar uchun bugun mashinadan yechmasdan turib alishtiramiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, zo'r lifehack. Zubchati remen almashtirishimiz uchun 3 ta yoki 4 ta detal yechamiz. Asosiy birinchi detal krishka. Birinchi detal yechishimiz uchun katushka zajigani, turbina va воздушникlarni, datchiklarni yechib olamiz. Klapanni kirishga yechib olganimizdan keyin rasportvalni QR kodlarini shu holatda fiksatsiya qilib, rasportvalni qotirib olamiz. Keyin galda shkif yechish boshlaymiz. Ikkinchi asosiy detalimiz stator yechib olamiz. Maxavikka fiksator qo'yib, metkaga qo'yib qo'yamiz stopper bilan. Shkifni bo'shatib olganimizdan keyin oldi kirishga ko'rib turibsizlar, yangi. Bunda sanligi o'zi bilan birga bo'ladi. Keyin blok lazer bilan qizdirib turib, germetkada qotirilganligi uchun bu har safar almashganda yangi qo'yilishi kerak. Rasportval звездочкасini bo'shatib olganimizdan keyin ozgina natijali bemalol endi bo'shatsak bo'ladi. Rasportval звездочкасini yechayotgan paytda bolt yechishdan oldin ushlab turamiz, pastga ketib qolmasligi uchun. Hop, remenni shu tartibda chiqazib oldik. Endi obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib olinglar. Keyingi videoda metkaga qo'yib yig'ishni o'rgatamiz. Ko'rib turganingizdek, asosiy detal katta kirishga va yon kirishga kichkina va servis holatida stator ham qo'shildi. 3 ta asosiy narsa va remen almashtirish kerak bo'lganda ikkita natijali va shkivlarni yechib oldik. Bu videoni ustakalarimiz jo'natib qo'yishni unutmang. Joninglar bo'lsin.